Assalomu alaykum, Mr. Rasulbek kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan onlayn darslar o'rganishda davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan men o'zimni hayotimda judayam ko'p qo'llaydigan 5 ta muhim qoida bilan tanishib chiqamiz. Bu qoidalar sizni hayotingizda ham asqotishi aniq. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Chunki bu qoidalar hamma odamga tushadigan hisoblanadi. Qani ketdik. Demak, qoidalarimiz quyidagicha ekan. Eng birinchi muhim qoidalarimizdan biri bu har doim qo'lingizdan kelganicha harakat qiling. Ya'ni biz nimadir ishni boshlayotgan paytimizda yoki qaysidir bir sohani, bu ixtiyoriy, nafaqat IT, nafaqat matematika, bu farqi yo'q. Siz qaysidir bitta sohani o'rganayotgan paytingizda bu judayam muhim, qo'lingizdan kelganicha harakat qilishingiz kerak. Ya'ni misol uchun mana misol qilib tushuntirib beraman. Siz mana o'qiyapsiz. Hozirda misol uchun matematika fanini o'qiyapsiz, o'rganyapsiz. Ustozingiz sizga 10 ta masala uyga vazifa berib yubordi. Endi mana shu 10 ta masalani siz yecha olasiz va undan tashqari qo'lingizdan keladi boshqa yana 10 ta yoki 20 ta masala yechish. Agar mana shu qo'lingizdan keladigan bo'lsa, ustoz 10 ta masala berib yubordi demasdan, o'sha qolgan 20 ta, jami 30 ta masalani yechishga harakat qilish kerak. Bu mana bitta misol. Boshqa bunaqa misollar ham bor. Misol uchun dasturlash sohasi, qaysidir bitta tilni o'rganmoqchisiz. O'sha tilni o'rganishga 3 oy vaqt ketadi dedi. Lekin siz o'sha tilni 1 oyda o'rgana olasiz. Siz 3 oy cho'zib o'tirmasdan 1 oyda o'rganishingiz mumkin buni. Buning uchun siz qo'lingizdan kelgancha harakat qilishingiz kerak. Ya'ni siz qanchalik ko'p xohlasangiz, o'shancha ko'p harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu mana birinchi qoida. Ikkinchi qoidamizni ko'radigan bo'lsak, ikkinchi qoidamiz o'zingiz haqingizda yomon so'zlar aytmang. Hatto hazil qilib ham. Bizni miyamiz shunaqa tuzilganki, siz o'zingiz haqida nima deb o'ylasangiz, o'shani bajarib boraveradi. Bu fanda isbotlangan narsa hisoblanadi. Ya'ni siz o'zingiz haqida misol uchun men bu narsani o'rgana olmasam kerak, men bu narsani qila olmasam kerak deb o'ylaydigan bo'lsangiz, siz rostdan ham shu narsani qila olmaydigan, rostdan ham shu narsani o'rgana olmaydigan bo'lib boraverasiz. O'shaning uchun hech qachon o'zingiz haqingizda yomon xayollarga bormang. Nafaqat so'zlar aytish, balki yomon xayollarga ham bormaslik kerak. Faqatgina yaxshi. Misol uchun sizda qanaqadir kamchiliklaringiz bo'lishi mumkin, lekin bu kamchiliklaringizni to'g'rilash haqida o'ylashingiz kerak. Keyingi uchinchi bu texnologiyalardan to'g'ri foydalanish. Hozir texnologiyalar asrida yashayapmiz va biz bu texnologiyalar yordamida o'zimizga murakkab bo'lgan ishlarni osonlashtirib tashlashimiz mumkin. Misol uchun oddiy aytadigan bo'lsak, hozirgi paytda mana ChatGPT, bu sun'iy intellekt aytadigan bo'lsak, biz 1 soat, 2 soatda qiladigan narsani bitta so'rash orqali uzog'i bilan 5 daqiqada o'sha to'g'rilab so'raguncha 5 daqiqa ketishi mumkin. Uzog'i bilan 5 daqiqada hal qilsa bo'ladi. Bu mana keyingi tavsiyalarimdan bittasi texnologiyalardan to'g'ri foydalanish. 4-chi tavsiya bu boshqalarni mehnatini qadrlash. Ya'ni misol uchun kimdir qanchadir mehnat qilib, nimadir qildi, siz o'shani olib qadrlashingiz kerak. Siz o'shani avaylashingiz kerak. Chunki shunaqa holatlar bo'lib qoladi. Boshqalarning mehnatini qadrlamasdan isrof qilib yuboradiganlar yoki ayamasdan ishlatadiganlar, shunaqa holatlar ham bo'ladi. Lekin bu yaxshi emas. Erta-indin o'zingiz xuddi shu narsani qilgan paytingizda keyin sizni xuddi shunaqa qilib boshqa birov shunaqa qiladigan bo'lsa, bu sizni o'zingizga ham yoqmaydi. O'shaning uchun boshqalarning mehnatini qadrlashni o'rganing. Bu juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Boshqalarga bo'lgan samimiylikni ochib beradi sizda. Ya'ni misol uchun
bu bola bo'lmaydi, unaqa bunaqa demasdan, siz hamma hamma bilan yaxshi tomonlarni ko'rib boshlaysiz. Qolganlarni yaxshi tomonlarini ko'rsangiz, sizni o'zingiz ham yaxshi tomonlaringiz ko'payib boraveradi. Va oxirgisi, bu beshinchisi, o'zingizni o'zingiz rag'batlantirib boring. Ya'ni, misol uchun siz qanaqadir maqsadlar qo'ydingiz. Misol uchun 1 yillik maqsad. Aytaylik, o'sha 1 yillik maqsadlarni yozib chiqdingiz. Endi o'sha maqsadlar bilan yoniga rag'batlarni ham yozib boring. O'shanda sizni bu maqsadga erishishingiz yanada osonroq bo'ladi. Ya'ni misol uchun aytadigan bo'lsak, siz aytdingiz, bitta kitob qo'ydingiz. Mana shu kitobni mana shu kunda o'qib chiqaman. Misol uchun 500 varaqli kitob. Shu 500 varaqli kitobni misol bir hafta yoki 2 haftada o'qiyman. O'zi 2 haftada o'qish oson. Oson emas, o'qisa bo'ladi, faqat uning uchun o'sha kitobxon bo'lishingiz kerak. Lekin hammaga ham oson emas. Keyin o'sha o'qigandan keyin misol uchun o'zingizga yoqadigan bitta narsani o'zingizga rag'bat qilib qo'ying. Nima? Sizga nima yoqadi? Misol ovqatlanish yoqadimi yoki boshqa narsa yoqadimi? Qayergadir borish, sayr qilish yoqadimi? O'shanaqa narsalarni rag'bat qilib qo'ying va bu rag'batni bajaring. Chunki bu narsa sizni keyingi maqsadlaringizga erishishda juda ham yordam beradi. Juda ham yordam beradi. Shunaqa. Shu bilan mana 5 ta maqsadni ham ko'rib chiqdik. Bu sizlarga 5 ta muhim qoidani ko'rib chiqdik. Bu sizlarga yordam berishi aniq. Agar sizlarda qanaqadir savollar yoki nimadirlar bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiring. O'zingizni fikr mulohazalaringizni ham kommentlarda yozib qoldiring. Kutaman.